kim qayerga ketdi, kim kimga uylandi, nima sababdan ajrashdi, falonchi futbolistning gonorari qancha, qaysi mashinani nechta pulga oldi, uni avtoparkida nechta Ferrari bor, kimning avtoparki qimmatroq, falonchi o'zini to'yga necha million dollar sarf qildi, to'yga qaysi hofizlar keldi. Sendan bundan boshqa gap nima qilmaydi? Chiqmaydi. Ammo nafs degan, jon degan idishingni Allohning kitobi bilan to'ldirsang-chi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan to'ldirsang-chi, sahobalarning hayotida bo'lgan voqea hodisalar bilan to'ldirsang-chi, sendan faqat shu narsa chiqadi-da. Shuning uchun birodar, qalbingni bir kuzatib qo'y. Qalbing nimalar bilan to'layapti? Ichiga noyob, juda bir qimmatbaho atir quyilgan idish, qopqog'ini ochsangiz, undan nimani hidi chiqadi? Ichiga analiz uchun najosat solingan oqqat qopqog'ini ochsangiz idishda, nimani hidi chiqadi? Bu masaladagi eng og'ir, muhim narsa xatarli. Seni kim ozuqalantiryapti?